Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Bugun 2020 yili 7-oyning 10 kuni. Bugun sizlarga yana ozroqcha yangi uchurlarni yetkazib qo'yay deb yerga chiqdim. Bugun ikki yangilik bor bu ishda. Birisi xabarlarda bor, men hozir qadar yaqinda mana shu shanba kuni qilayotgan bu ishni. Bu qatim bugun Cuma günü çıkıp kaldım. Sababi men uyda bulamaydım. Şuna uyda kıytayı da bu işini işte oyladım. Onundakin yani birisi neçikemde men iPhone'u işletettim, yani iPhone'u. Ma videonu çıkırdığanla. Bugün ma o bir kamera işletip bakayı da sınıf bakmakçı beni. Eğer avaz yok, bir nesip olup kalsa bana haber kıp yaslan. Avaz çıkartıldı deb o'ylayapti men. Chiqma qilib qolsa menga xabar qilib qo'yinglar. Bu hafta bu xabar hali ko'p, chet ellik xabarlar. Bu xabarniki eng chungi Amerika hukumati dunyo magnitsky qonuni bo'yicha Sharqiy Turkistonda yoki Xitoyniki Xinjiang deb atab olgan yerda vazifatlayotgan 4 rahbarni Onundakin Gunganting degan saqchi o'rinni jami 5 narsani 4 adam bir o'rin mushlarning ustidan dunyo magnitsky qonuni yurgizishni qaror qildi. Bu ish 9-yil bo'ldi tunugun. Buni aytib cho'ng xabar bo'lib ketdi. Dunyoniki nurg'un matbuotlarda bu e'lon qilindi, Amerikaning hukumati e'lon qildi. Endi bu 4 adam Chen Chuango buni amalni bilsizlar. Hozirgi Xitoyniki bosh sekretari bizning vatanda vazifayotgan. Anikin Zhu Hailun degan jallod shu 5 milliondan ko'p Uyg'urlarniki lagerlarga kirib ketishida bu Zhu Hailunniki to'pisi bek cho'ng. Bu Uyg'urlarda bek biladigan, Uyg'ur tilini pishiq biladigan shu bizning vatanga kichik vaqtida berib aşağıdalam çoğun olan birisi ekan, bek ig'ir ziyon sabatdi. Agar keyinchi xalqaro rasmiy dog'ga silg'an tushib qolsa, buniki dog'i esilish darajasi Chinchanguadan tuvan bo'lmaydi deb o'ylayman men. Ondan keyin hozirgi Guantingniki Tingjansi Wang Mingshan deydi, u bor. Ondan keyin Guantingniki burunki Dangvi Shujisi, Partikomuniki sekretari Ho Liu Jun deydi. Mush 4 kishi, ondan keyin Xinjiang Guanting, bütün saqchi o'rinni 5 narsa ustidan bu qonun yurgizish yo'lga qo'yildi. Endi bu Uyg'urlar uchun nimadan darak berdi degan chog'da bizga eng cho'ng, bizga bo'lgan eng cho'ng foydasi bizga ro'yxatga tasalli. Nima ish qilsa, bu kishilar yolg'iz bular emas, yana ko'p kishilar bor. Bular haqiqatan jinoyatchi. Uyg'urlarniki hozirgidek cho'ng qirg'inchilik uchrashida cho'ng to'p qo'shgan odamlar Amerikaniki mushtaq bir qonunni chiqarib ijro qilishi bu kishilarni haqiqatga tatqonlik bo'ladi endi. Haqiqat qonuniyat bo'yicha bularga chora ko'rilgan bo'ladi. Shunga bu xabar hammamizni xush qiladi. Bizga ro'yxatni tasalli bo'ladi. Lekin endi amniy jihatdan zodi qancha qiymati bor. Masalan, mushu qonuniki mushu ijro qilinish bilan Sharqiy Turkiston ahvolida biz qanchalik o'zgarish ko'ra olamiz. Bu haqda hammamizning qo'lisida aniq tushuncha bo'lishi kerak. Bo'libmi bu qonun ijro qilingan chog'da asosli bo'lgan ish bu kishilarniki yüzniki ve aile tabatlarının bundan Amerika'ya gelişi çekinildi. Ular viz verilmeydi. Eğer viz verilgen olsa etkaz kılındı. Eğer bular Amerika'nınki nüfusu kırılan olsa, bizler yeşil kart algan deyimiz. Nüfusu kırıp olan olsa onun etkaz kıyıtıdı, bir kıyıtıdı. Bu cihetten paydası var. İkincisi bularınki Amerika'daki pulları to'g'intiladi, musodara qilindi. Endi agar bu ishlarni sal tafsilroq o'ylab baqsak,
Mışlarniki mışlar qanchalik darajada yuz berishi mumkin deb o'ylab boqadigan bo'lsak, bunday ishlarni bayqaymiz. Birinchisi, hozir Xitoyda barliq rahbarlarniki pasporti o'zini qo'lda emas. Bularni yig'ib olganki, qo'lda pasport yo'q ekan bularniki. O'zi xohlagan bo'yicha chet elga chiqolmaydi ekan. Bunday ishlar burma bo'lgan. Hatto pensiyaga chiqqan shu tinji daraja kadr deydi endi. Ashta kadrlarni 5 yil chet elga chiqsa bo'lmaydi degan tuzum bor bularniki. Ashta boshqa bularniki darhol bo'lib o'zlari endi hozirlam Amerikaga kelaman deb kelalishi u asosan mumkin emas. Qo'lda pasportim yo'q. Endi urug' tuqqanlarga ta'sir etadi desa ta'sir etadi. Agar urug' tuqqanlar unda pasport tortilgan ahvollar uchirmagan bo'lsa. Endi pulchu desa xabarlarda bor bu gaplar chiqili bir 2 yil bo'lib qoldi hozir. Mushunday jazo tortilganligi. Agar bularning chet elda pulsi bor desam, uni allaqachon mesela Amerika'daki pullarını yetkili ayağa götürüp qo'ygan bo'lishi mumkin. Bu birincisi. İkincisi, mesela Chen Chuango Amerika'da pul koysa, herkes o'zining nomida qo'ymaydi. Chuqur tuqqanlari boshqalarning nomida qo'ydi pulni. Shunga Amerika'ningki banklarini Chen Chuango degan ism bilan tekshirsa, unda pul chiqishini tayin. Shunga konkret emniyet ahvol shundoq. Bu ishlarniki simvollik ahamiyati zo'r. Lekin konkret jihatdan zodi aşağı bir zarba bo'lamdi desa, uncha cho'ng emas. Shunga buni hammamiz esimizdan chiqarib qo'ysak bo'lmaydi. Yana bir narsa men bu yerda yana bir narsani deb qo'ygim keldi. 6-oyniki 24-kuni Amerikaniki mamlakatlik bexatarlik maslahatchisi, o'sha Trumpniki mamlakatlik bexatarlik maslahatchisi Robert O'Brien bir videolik so'zlagan. Arizona shtatiga berib, shu chaqda bu Xitoylarniki mohiyati ustidan to'xtaldi azroqcha. U bunday narsalarni tilga oldi. Xitoy ma'lum bir millat yoki zaminniki kontrolligini qo'lga keltirish yoki saqlashda ikki narsaga tayindi. Birinchisi bu degan qurol va urush deydi. Qurol va o'ltirish, urush narsa. İkincisi ven degani bu yerda til va madaniyat. Endi bu Xitoylarniki ko'z qarashicha bu bir hokimiyatniki huquqi boshqalarni yoki boshqa bir zaminni urush maydonidagi jang va medeniyet meydanındaki kontrollük iki nesnenin kilidi deydi. Birincisi uruş meydanındaki fizikal kontrollük ve medeniyet cihetki kontrollükten kilidi deydi. Anındakin bu Xitaylar sözünü başkalarını qaylık kıldığan kural şekilde işletmeydi deydi sözünü. Bula başkalarını qaylık kılışkı doğru gelence de kural işletmeydi deydi. Sözünü, gapni fakat bir narsaga aniqlik berish, boshqalarni yolg'iz qoldirish va qarshi tarafni vayron qilish ishlatadi deydi. Bu yerda demoqchi bo'lgani Xitoy uchun so'z ancha qolib kelmaydi degan gap. Bu gapning mohiyati shu. Agar yig'ib kelsa, Xitoy uchun so'z ancha qolib kelmaydi. Agar Xitoyni kontrol qilaman, ularga biroz ta'sir ko'rsataman desa, cho'qim qurol bilan urush mashinasini ishlatish kerak deydi. Odamning so'zining ma'nosi. Meniki tushunigim mana shunday. 6-24 gaplarni qildi. Shunga bu qatimki bu ishlardan biz hamimiz xush bo'lsak bo'ladi. Lekin Sharq Turkistondagi hozirgi cho'ng zulmni mushudaq qonunni ijro qilinishi bilan haqoratli bo'lamdi desa, unday emas. Bu jihatda bak cho'ng umid kutib bo'lmaydi. Bu bir yosh qadam, cho'ng qadam, dunyoda hech kim olmagan qadam. Lekin bizniki barliq, o'zimizniki barliq umidini buni bog'lab qo'ysak qat'iy bo'lmaydi. Shunga bu narsa qalbimizda aniq bo'lsin. Ondan keyin ikkinchi cho'ng xabar chet elda chiqqan yaqinda ikki tashkilot xalqaro jinoiy ishlar sudida Xitoyni sudga tortdi. Bu cho'ng xabar bo'lib ketdi. Chet eldagi shu Wall Street jurnali qatorliq gazetlar, cho'ng media, uniki hammasi xabar qildi buni. Xitoyning shu xalqaro jinoiy ishlar sudida sud tortganligi haqida. Bu ishlarni
Ben böyle iş kıldığan ziyanlarımı 2 yılların aldığından başlap izlenişke başlagan bu cihette. Zaten Xitayni xalqaro sotqa tatimiz desek qanday yo'llar bor? Masalan, xalqaro jinoiy ishlar soti bor, xalqaro adolatparvarlik soti bor, International Court of Justice deydigan. Ondan keyin Yevropada yana Permanent People's Tribunal degan sotlarmi bor. Muşlarniki qası maskildi Uyg'urlarga qanday ishlarni qildi degan to'liq iznib boqqan. Endi Xitoy xalqaro jinoiy ishlar sotiga a'zo bo'lmaganligi uchun bu jihatda men bir advokatni hatto baham berib boqqan. O'sha shuni qilsa qancha pul ketadi degan narsalarni. Lekin Xitoy u yerga a'zo bo'lmaganligi uchun Xitoyning bevosita u yerda bir chora ko'rib bo'lmaydi ekan. Qilman desimi shu vositalik qilib bo'ldi ekan shu Xitoyga a'zo bo'lgan nima? Xalqaro jinoiy ishlar sotiga a'zo bo'lgan davlatlarning ichidagi Uyg'urlarni Xitoyga qaytarganlarini tepib, shu orqali asqi qilib bo'lganligini burun menga bir yildan burun shu advokat degan. Maqatim bo'lg'ay shu birinchi bo'pti. Ben hoş buldum. Bu nayti çoğun xalqarалық bir tashviqot bo'ldi. Endi oxirida qanday natija kelib chiqadi, o'ta hozir nastigil bo'lmaydi. Buni keyin ko'ramiz. Bu jihatda qilinayotgan boshqa ishlarmi bor? Bulardan keyinchi vaqt kelganda xabar topsizlar. Herhalde mana bir ish nayti cho'ng bir xalqarалық tashviqotda bir cho'ng bir qo'zg'olib qo'zg'adi endi. Endi uchinchi cho'ng xabar yaqindagi Hong Kong'daki bexatarlik qonuniki tasdiqlanishi Xitoyda. Mush bo'ldi. Xabarlarda bor, bunun ait cho'ng xalqaro cho'ng qo'zg'olib qo'zg'adi. Shuning ta'siri bilan Amerika Hong Kong haqida bir qonun oldi hozir. Endi bu qonun endi hozirgi kishilarniki farzicha bu qonun biz biladigan burungi Hong Kongni yo'q qildi degan gap endi. Tugashtirmoqchi bo'landa. Bu Xitoylarniki vahshidagi shu yerdagi bu qonunni Angliya Hong Kongni Xitoyga o'tkazib berganiga 23 yil to'shqan kuni tasdiqlabdi. Ash kuniga to'g'rilab tasdiqlabdi. Ashta qilibdi. Endi buningda asosligi shu Xitoylarniki shu Hong Kong Xitoy hokimiyatining Hong Kongga bo'lgan huquqini yurgizish, lekin Hong Kongliklarniki erkinligini bug'ishda cho'ng roli bor. Bu qonundagi yana bir qism kulkli yerlarim bor ekan. Agar siz Hong Kongniki nupsida emas, aholisida emas, sirtdan kelib qolgan bo'lsangiz, agar Xitoy sizni Hong Kongniki Xitoyniki qonuniga xilop ish qildi deb o'ylasa, sizni tutaverdi ekan. Şun xalq çaqçaq qilib agar Donald Trump andakin Angliyaniki bosh ministri Hong Kongga berib qolsa, ularni tutilgan bo'ldi Xitoylar degan o'sha gaplarni dedi. Yana ba'zanlar Tesla shirkatiniki boshlig'i Elon Musk buni agar Hong Kongga borsa, Xitoyda agar Elon Musk Hong Kongga borsa, Xitoylar agar o'sha qilmasa buni tutishi mumkin. Agar buni tutsa, uniki Xitoyga sevayotgan butun mablag'lar bekor ketadi deb ashtaraq gaplarni chiqiribdi matbuotlarga. Uni chaqchaq shaklda qo'ydimi yoki kenchtashlar bu qilamdi deb uqilolmaydi. Ishqilib bu Xitoyniki bu qonunni chiqish bilan biz bilgan burungi Hong Kong endi tugashdi. Bir davlat ikki tuzum emas, bundan bir davlat bir tuzum Hong Kong Xitoyniki yana bir o'lkasi o'xshashdan bir yerga aylangan bo'ldi. Hozir endi xalqarodan Hong Kongga yordam qilish jihatdan nurg'un ishlar olib kelyapti. Bulupmu Amerika, Angliya, Kanada, Avstraliya, Tayvan qatorliq davlatlar Hong Kongdagi 7,5 million aholini agar ko'chib kelsangiz biz qarshi olamiz deb ifoda bildirib bo'ldi. Buning ichida eng ko'p odam olmizligini Angliya, biz 3 millionga ichida Hong Kong aholini biz qabul qilamiz. Agar ko'chib kelman desa deb unda gaplarni dedi. Başqalarmı aqaqadan işte davatıda Kanada, Amerika o'xshamagan sallarda. Ben başını ko'rib bir ishni o'ylab qoldim. Hong Kongning beshiga bir cho'ng balay afat kelganda, agar hozir endi Hong Kongniki xalqarodagi o'rniniki yo'qolib ketish nuqtasidan qaragan chog'da dunyoga bir cho'ng ziyon bo'ldi. Lekin Hong Konglik har bir odamniki
taqdiriga qaraydigan bo'lsak, ularda bir qismlar uchun yaxshinish bo'lgan bo'lishi mumkin. Masalan, Xitoyga tabe bo'lgan Hong Kongdan qutulib, erkin davlatlarga chiqib olishi mumkin. Men mushni to'liq o'ylandim. Nima uchun Hong Konglarni boshqalar shuncha qarshi oladi? Agar bizim Türkiye'de 50 mingdek Uygurlarımız var. Eğer bir günse Türkiye bu Uygurlarını biz bakmayımız, çıkartımız deyip kalsa Uygurlar kas günü kala diyen nasıl kalamdan keçtim ha işlerini güvendekin. Uygurlarını mı mesela karşı aldığım devletler çıkamdı halkara bu doğruluk her bir kişi oyunu baksı bulurdu. Eğer açta bir günlerine bir günde açta bir iş bop kalsa papılarda Uygurlarını vakillerine bizi kubukumuzda karşı aldığım devletler çıkamdı diyen aslında öyle bakış gerek. Onda çıkmışsız neymiş için? Çıkmış neymiş için? Eğer Uygur bulup yaşasa çokum karşılayan devletler çıkıyordu. Lakin bizimki hazır Uygur emez, başka bir adamlar bulup yaşayatkan ahvallarımız var. Mesela Türkiye'de Arapça kini bağlarına ait köp. Uygurca emez, Arapça. Müslümanca mı emez? Müslümanca emez. Kar kiyimler o Müslümanca kiyim emezken, o Araplardan kiyim iken. Açtak yaşını verip, ben hakik Müslüman oldum deyip şurada kallar bu. Endi keyince gara fevkalade açta bir gün olup kalsa şu an günüm buldu. Bu vakta her bir Uygur oyunu baksı buldu. Albatta ben degende Uygurlar eğer Uygur bulup yaşasa bu dünyada karşılığa gelecek. Eğer onda yaşamasak vakti açta bir iş bulup kalsa harlanıp kalışımız mümkün. Onda işte bulmuşsun, bulup kalsa harlanıp kalışımız mümkün. Anandiken dördüncü çoğun haber bu hatta. Uygurlar Hareketi degan sınırımız Ruşan Abbas yetakçilik qilayotgan tashkilot Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikda bir doklad chiqadi. Bu tuni kun chiqdi. Tushunishimcha, shu dokladniki munosabati bilan Uyg'ur masalasi xalqaro bir qism matbuotlar chiqdi. Bu dokladda muhim ikki nuqta bor. Birisi Xitoylarniki Uyg'urlar ustidan elib borgan siyosatini irqiy qirg'inchilik deb atash kerak. Xalqaro deb atash kerak degan tavsiya. Ikkinchisi Xitoyniki Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq konsulidagi a'zolik salohiyatlarini hozirlab tashlash kerak degan tavsiya. Bu ikki tavsiya xalqaroning qo'llashiga erishdi mumkin. Bir qism matbuotlarda maxsus maqola yozilib, mush masala o'tirib tilga ilindi bu maqolalarda. Şuna ben bulaniki bu kısmetinden ayte hoş buldum. Onundakin 5. çoğun haber mi? Ötki hafta 7. yanın 4. günü sözlügen bu başka ama videonun 7. 4. günü çıkan başka ülgülemeye kaldım. 7. yanın 5. günü dünyanın nurgun yerlerde 5. yıl ölümcü kırgıncılığını ki 11. yılını hatırlaşma falan namaş ötküzüldü. Mesela Germanya'nın München'da, Kanada'nın Toronto'da, Washington DC'da degandek yine başka royalar var. Bunlar hepsi tilga yapılamayman. Ben şu fırsattan paylanıp muş işini qilgan barliq qarindoshlarga chin ko'ngildan rahmat aytaman. Uyg'urlar mushtaq yashash kerak. Bizniki o'lib qolmaganligimiz, erkinlik yo'lida to'xtamay tirishadiganligimiz, Xitoyga tiz bitmaydiganligimiz mushtaq narsalarni namoyon qilib turishimiz kerak. Mushtaq muhim kunlarda. Men ash kuni bu ishga to'p qo'shgan qarindoshlarga chin ko'ngildan rahmat aytaman. 5. yıl kundan boshlab İngilizce Twitter'larga qizib ketdi. Nurg'un qarindoshlar shu 5. yil bilan munosabatlik video maqola bu narsalarni chiqardi. Men ko'p tashviq qildim ularni, o'zim chiqardim. Ashta qilib ish qilib bu yilgi 5. iyul ne xotirlash faoliyatlari burunqi qaragan chog'da bir balda yuqori o'rildi deb qarasak bo'ladi. Ashta ishlar bo'ldi. Ondan keyin endi bu vatandan kelgan uchurlar haqida ozroq to'xtalay. Vatandan kelgan birinchi yangi uchur janubdan ko'p sondagi Uyg'urlarni shimolga olib G'uljaga olib xizmatga o'rlashtirish bahonasi bilan ish o'rlashtiribdi. Lekin bu ishni qilish jarayonida G'uljadagi 50 yoshlarga yiqilishib qolgan nurg'un Uyg'ur xizmatchilarini ishdan bo'shatibdi. Ularni pensiyaga chiqargan emaski. Pensiyaga chiqarmabdi, ishdan bo'shatibdi. Bo'shatib, shu janubdan kelgan Uyg'urlarni shu yerga bir qismlarni o'rlashtiribdi. Bu
meniki farzimcha tushunishimcha bu Uyg'urlarni osmonsaga qilishniki bir tadbiri. Men burun vaqtim to'xtalgandim. Sizni burun hech kimni bilmay olib qo'ysa siz burun bu joyda nima ish bo'lganligini uqmaysiz. Bu joyniki siz bildigan burungi tarix narsalar ashuna hamsi g'oyib bo'ldi degan gap. Ashshu rayondagi sizning kallangizdagi Uyg'urlikni izi o'chdi degan gap bir qismi. Andan keyin janubga bu Xitoy hozir to'xtamay nurg'un Xitoylarni o'tkavyotdi. Shu u yerda yabikallab Uyg'urlarni shimolga o'tkab, janubdagi Uyg'urlarniki bika bo'lgan o'rinlarga Xitoyga kelyapti. Shu bu ishlarni aytdi. Ilib turibdi. G'uljidagi bir idorada bir kundan keyin 20 odamni qisqartirdi ishdan 50 yoshlarga yaqin bo'lib qolgan Uyg'urlarni. Bu bir ish bo'ldi. Ondan keyin ikkinchi mühim xabar hozirgi shu Urumchida muqim xizmat qilayotgan yoki Sharq Turkistondagi boshqa joylardan bag'ishlaydi. Muqim qilayotgan xizmatchilarga bir tumandan pul taqitib, ularni bozorga chiqib, shu bozorda pullarni xashlanglar deb majbur qildiribdi. Masalan, hozir nurg'un kashf bozorlar ochilibdi. Aşağıya shahar bo'lim, ishxona boshliqlarini hammasini zo'rlab, sizlar oila buncha chiqib savdo qilinglar deb ashtaqa majbur qildiribdi. Ammo bir qism Uyg'urlar bu ishda shu yana bu Xitoyniki limbikinimikin hozirda virusning ishlari tugamagan bo'lsa deb nihoyatda qattiq andishishida yashayotibdi mushtan qilib. Anikin hozir vatanda Amerika kelib bizni o'lik chiqarib berdi deb ashtaqa cho'ng umid bog'layotgan cho'ng bir kayfiyat bor ekan. Xitoyniki gumron bo'lganligi oz qoldi deydigan. Bu jihatdan umumyüzlük bir keyfiyatda bir yaxshilanish bo'lib o'tibdi. Anikin to'rtinchisi ishkirda o'qiyotgan o'quvchilar hozir maktabga borolmagan bo'lsin, shu Sharq Turkistonda turib internetda o'qib o'tiribdi, kuniga 6 soatdan o'qiydi ekan. Maktabga qaytib ketmabdi, lekin kuniga 6 soatdan o'qib o'tibdi. Bu xabarni oldim. 5-ci xabar yaqında bir chet ellik Yevropadan bizim vatanga beribdi. Berib Urumchi, Qashqar, Xotan, Toshqo'rg'ongacha berib ko'rib ketdi. Bu odamniki buni aytaylik bir necha hafta oldi bo'lgan ish. Bu odamniki ko'rgan ahvoli 35 yoshdan tuvan ayollarni uchratmagan asos jihatdan. Uchratganlari shu ko'pincha qiyralar edi. Hani kichik bolalarmi yo'q ko'chada. Ko'chada 35 yoshdan tuvan odamlar yoki kichik bolalarni qat'iy ko'rib bo'lmaydi. Ondan keyin asosan yashanganlar, ularniki chiriyda shunchalik qo'rqinchli, vahimalik bir xil kayfiyat ko'rinib turdi deydi. Qashqarda ko'rgan bir xil vahshiy ahvol menimkiga ko'nglimni bir yerim qildi. Burun bak shu ishlardan ansiraydim. Qashqarda qo'l etilishib yurgan qiz o'g'il deydi. Qizlar hamsi Uyg'ur, o'g'illar hamsi Xitoy deydi. Uyg'ur qizlar Xitoyda to'y qilgan ar-xotinlarni ko'p uchratdi Qashqarda. Bir qismlar bolalarini yetlabapti, shu ikkisidan bo'lgan bolalarni. Bu bolalarda Uyg'ur chiroyi qat'iy yo'q deydi. Hamsi Xitoy chiroyi. Shunga bu xabardan Uyg'urlarniki Xitoy bilan to'y qilish, majburiy to'y qilish darajasiniki qaysi darajaga berganligini ko'rib olib bo'lmaydi. Ko'rib olib bo'ladi. Hozir hamda Qashqarning ko'chalarida yurganlar Xitoy bilan to'y qilgan Uyg'ur qizlari yerini yetlab yurayotganlar. Boshqa burunta biz bildigan Uyg'urlarni topib olmaydi deydi. Bu ahvollarni ko'rib, shu chet elliklarni shunday ichchi sirilib ketibdi. Ondan keyin yana bir xabar, 6-chi xabar. Men o'tganda shu Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq qonuni chiqqandan keyin Tog' rayonidagi bir Uyg'ur o'rta maktabda 30 dak bolani tutib ketganligini, ular bak xo'shib ketib bir xil tantana qilgan uchun tutib ketganligini degan. Bu vaqtda atrof uchirib keldi. U nima ekan desanlar, Urumchidagi aslidagi 14-chi o'rta maktab bilan 6-chi o'rtani birlashtirib Goji Jungshuay deb yuqori darajali o'rta maktabda bir maktab qurib ekan bola.
shu maktabning bolalari ekan. Bolalar shu xabarni olgandan keyin hatto ular biz mustaqil bo'lgan bo'ldik deb boshqa qo'shib ketib, shapkalar osmonga etib, ashta bir tantana qilgan ekan. Shu bolalardan 80 bolani tutib ketibdi. 80 dak o'quvchini tutib ketibdi. Ularniki bir qanchasini qo'yib bergan o'xshaydi. Qolganlariniki ahvoli hozir aniq emas. Qanday bo'lganligi. Ashta bir voqea bo'ldi. Endi vatan haqidagi bu hafta ilgilgan usullar shunchalik bularmi tugidi. Bugun yana bir masala haqida biroz to'xtalay deyapman. Hozir chet eldagi Uyg'urlarning chet eldagi Uyg'urlarniki irodasini bo'shatadigan, umidsizlantiradigan ikki ish bor. Uniki birisi chet eldagi Uyg'ur tashkilotlari o'tirisidagi birlikniki bo'lmasligi. Bu birinchi cho'ng masala. İkincisi bir qism ziyonlarniki qilib yurayotgan ishlari. Bo'libmi men hozirmi sizlarga vatan ahvollarini deb o'tdim. Hozir vatan ahvoli intayin og'ir. Xalqarodan agar Uyg'urlarga rasmiy bir manfaat yetkazman desa, cho'qim BDT tarafidan Xitoy ustidan bir qaror olib, Sharq Turkistonga bir tekshiruvchi, kuzatuvchi atrat qo'ydiganga ashtaxlarni qo'yib, shuningdan birga Sharq Turkistonda 2016-2017 yildan keyin bo'lgan ishlarni qattiq tekshirib, shu jarayonda yuz bergan jinoyatlarni aniqlab, jinoyatchilarni tutib, ularni sudga tortib, shu orqali Uyg'ur xalqiga hech qanday bir ro'yi yoki jismoniy zulm bo'lmaydigan bir holat shakllangan chog'da Uyg'urlar biroz erkinlik chiqadi. Uningdan boshqa ishlar bilan erkinlik chiqmaydi dedi. Hozir siz ahvolni deb berdim. Vatandagi ahvol intayin og'ir. Uyg'urlar intayin vahim ichida yashayotdi. Mushta kunni ko'ryotdi. Shunga shu bir qism ziyonlarniki qilayotgan ishlari, uluschilik haqidagi munozaralar, suhbatlar, maqolalar, nasri, anadakin vatanning ismini nima deb qo'yamiz, mustaqillik, avtonomiya bu degan gaplar. Men bu burun bir qatam biroz o'qitish qilgandim. Bu nimaga o'xshaydi desanglar, kuyayotgan bir cho'ng binoning ichidagi bir uyda turayotgan Uyg'urlar, bu tomni qanday sirlasak chiroyli bo'ldi deb bas munozara qilayotganga o'xshash ish. Aslida bu Uyg'urlar tomni qanday sirlaymiz deb uni bas munozara qilmay, ma o'tni qanday o'chiramiz, bu yerdan qanday qutulib chiqamiz deb to'g'riliq bas munozara qilish kerak. Muzokara qilish kerak, maslahat qilish kerak. Yoki yana bir o'qitish qilsak, bu kishilarni qilayotgani osmonda tushib qolgan g'ozni qanday pishirsak eng ta'min bo'ldi deb bas munozara qilish qanday ish bu. Aslida biz osmondagi g'ozni qanday tutamiz deb mojiatda bas munozara qilsak bo'ladi. Shunga men bunda ishlar to'liq ancha ko'p to'xtalmayman. Sababi nima degan chog'da bizniki bir qism odamlarimiz bor. Ulardan boshqa cho'ng ishlarni kuch sanglarni qilib bo'lmaydi bu ishni. Birisi turayotgan davlatniki sharoitlar shundoq. Yana birisi o'ziniki buni o'qigan yoki o'ziniki qilgan ishlari boshqa jihatlarda biz o'ylagandek undan ko'p bo'lmasligi mumkin. Endi ashta bo'lg'achqa mening esdashligim bor bunday odamlarga. Lekin yana bir tarafdan bu qilayotgan ish Uyg'urlarga ziyon solmasa mayli. Ziyon solmasa ashtalarni qildan keyin ishni qilib, qanday ko'ngil xo'sh qilib o'tsa bo'laveradi. Hozirgi bir eski narsa chet eldagi Uyg'urlarniki irodasini sundirish, chet eldagi Uyg'urlarni umidsizlantirish darajasiga olib boradi. Bizniki hozir vatanda tomatlab to'r ko'radiganlar bor ekan. Ben yaqinda bir necha parcha xato tushib oldim shulardan. Shularni saskin ketdi bu gaplardan. Deydi bu chet eldagi ziyonlarning boshqa ishi yo'qmi? Biz hozir vatandagi kishilar hali real o'ylab ahvollarni, kelgusini qanday kutib olish, kelgusini qanday tayyorlab qilish jihatlarida bir ishlarni qilyapmiz. Chet eldiklar nima qilyapti bir qism kishilar. Mana shu to'rlarda ba'zi narsalarni ko'rib ichimiz elish ketib boradi deb shu gaplarni dedim. Shu xat yozib. Şuna bu gaplarni men bu şekilde deb qo'yay. Biraz o'ylanib yiqinglar. İmkon bor millatga ziyon soladigan ish bo'lmasin.
Ben milletke ziyan saldığa iş olmasam adet karbi yok bu da. Sen tilga ilişini xalamayman özüm. Özüm jirak sürmen bu gaplardan. Maqatim şu chet elliklardan bu bu gap. Hozir vatandaşlıklarım da vatıdı. Şuna maşıqlıq qilib qo'yayman. Şuna yaqında ko'proq tilga ilingan bir masala birlik va birlashish masalasi. Chet eldagi tashkilotlarniki. Ben bu cihette nazaraqçı bir arkadaşlarını dep qo'yay. Ben biraz izledim baktım. Şimali Amerika degan vaqtimizda Amerika, Kanada, ki davlatni o'z ichiga oladi. 146 Yahudi tashkilotlari bor ekan. 146 Yahudi tashkilotlari, anikin 300dek kichik jamoatlar bor ekan. Bu yerda tashkilotlar degani Uyg'urlar obdan bilasizlar tashkilotlar. Uyg'urlarning kimi Dunyo qurultiyi, Uyg'ur kishilik huquq projekti, Uyg'urlar harakati degan tashkilotlar bor, yana boshqa nurg'un tashkilotlar bor. Shu tashkilot degan gap endi. Shu 146 tashkilot, anikin 300 jamoat. O'tgan yil bir yil ichida shu Yahudilarniki ma'rifi, Yahudilarniki o'qitish ishlari, boshqa ijtimoiy mulozimatlari qatorliq ishlar uchun to'plagan iyoni pul 3 milliard dollar ekan. 146 tashkilot, 300 kichik jamoat to'plagan pul 3 milliard dollar yig'ilibdi. O'tgan yil bir yil ichida. Amerika'da 6 milyon Yahudi var. Amerika'da 6 milyon Yahudi var. Eğer şu Kanada'dakilerini hesaplamasak 6 milyon Yahudi 146 teşkilat kuruptu degan gap endi. O'rta Osiyoni hesapga olmasak, men hozir qadar ishlayotgan son O'rta Osiyodan boshqa davlatlarda yashayotgan Uyg'urlarning soni 100 ming keladi. 100 ming Uyg'ur nüfusuniki tashkilotidan qanchasi bor desanglar, yaqinda Dunyo Uyg'ur qurultiyi 60 nechta tashkilotni tizimlab chiqdi. Logosi bor tashkilotlarning. Bular nimani o'z ichiga olmaydi. Jamoatning o'z ichiga olmaydi. Masalan, jamoat deganimda men turayotgan Los Angelesdan bir Uyg'ur jamoati bor. San Fransiskoda Uyg'ur jamoati bor. Nurg'un shaharlarda mana Uyg'ur jamoatlari bor. Bular rasmiy tashkilot emas, logosi va narsalar emas, raisi va o'rinlar emas endi. Hatta boshqa obatim men degan Dunyo Uyg'ur qurultiyiniki to'plagan 60 nechta tashkilotning ichida bular yo'q. 100 ming yetmagan Uyg'urlarniki hozir 60 nechta tashkiloti bor ekan. Alki mushun ishidimi hozir Uyg'urlarni umidsizlantiradigan ishlar nima desanglar, Uyg'urlarniki Sharq Turkiston surgundi hukumatidan 4-5 o'tib ketdi. Hozirgi tashkilotlar ko'p bo'lganligi uchun boshqa narsalar qurilishga boshladi. Qurildi bir qismlari, masalan, O'limolar birligi bor, Sharq Turkiston jamiyatlar birligi bor. Keyin oraliqda Sharq Turkiston yurtlar birligi deb bir tashkilot quramiz degan gap kelganda menga maslahat so'rab, ularga ozroq maslahat berib qo'ygandim. Ondan keyin bu Sharq Turkiston surgundi hukumati 4-5 bo'lib ketganligi uchun bular oraliqda Sharq Turkiston surgundi hukumatlar birligi deb bir narsa quramiz debmi ozroq ish etib bo'lgan gaplarni anglaganman. Oxirida bu ish amalga oshmadi deyman, yig'inlar davomlashmay oraliqda buzib ketib, bir hisob bo'lib ketdi. Endi mush ishlar Uyg'urlarni ümidsizlantirdi. Uyg'urlarniki ro'yini sindirdi. Shunga kishi jihatdan buni qilayotgan qarindoshlarimiz Uyg'urlar uchun bir ish qilay deb bu ishni qilayotgan bo'lsa-mu, haqiqiy natijasi qaragan bo'lsak, Uyg'urlarga qipralgan shunday ko'p emas. Lekin bir xil rasvochilik bo'lganligi uchun bu yerda kalisi durust insonlarniki irodasiga so'q so'zlaydigan, irodasini bujitadigan, umidsizlantiradigan ahvolda. Shunga men bu yerda shu birlik va birlashish haqida qisqacha to'xtab o'tay. Bu bir cho'ng tema, men burun deb kelgandim. Bu bir cho'ng tema. Hammasini bu yerda deganki bu video tuyatil bo'lmaydi. Men keyincha asta-asta kichik maqolalarni yozib, bu yoqda o'zimniki o'rganganlarimni o'rtoqlashay deb o'ylayapman. Endi hamma ishda bir qonuniyat bor. Nurg'un qarindoshlar tabiiy fandagi qonuniyatlarni bilan bilasizlar. Qonuniyat, nazariya,
CRM degandek narsalar bor sabipanda u nihoyatda aniq. Lekin ijtimoiy fandami bor bu. İctimai fəndimi nurgun qanuniyatlar var. Mən ictimai fənd sahasında sizlərə tunuşduğum bir qanuniyat özgə tartış qanuniyeti. Yoki g'oyani reallikqa aylantirishning sirli qonuniyati deb bir cho'ng bir maqola bor. Bu maqolada men bir Amerikadagi nihoyatda donliq ikki odam 50 yillik tadqiqot etib yozgan bir kitobni tunishtirgan. Ashta o'zga tartish qonuniyati bor. Shunga o'xshash qonuniyat bor. Shu tashkilotchilikda mı qonuniyatlar bor. Tashkilotchilikning ichida non-violence deydi, shiddatli emas. Urib chiqib o'ldirib emas, tinch yo'l bilan faoliyat olib boradigan tashkilotlar. Mushtaq tashkilotlarni birlashtirib bo'ladi bo'lmaydi. Bu bir ilm. Bu to'g'riliqmi kishilar kitob yozgan, tadqiqot olib borgan. Mening qo'limdan bir kitob bor, men ko'rsataman deb o'ylagandim. Unutib qoldim, men ekanmadim. O'tgan ko'rsatib qo'ygan qo'ydim sizlarga bir qatim. Aslında buniki nurgun nasır tushuntirilgan. Uningdagi asosiy mazmuniga qarasangiz, tinch holatda yashayotgan xalqlar yoki tinch holatda yashayotgan o'xshamagan tashkilot, ommaviy guruhlar niki birlashishi mumkin emas. Buni belgilagan narsa Allohniki insonlarni qanday yaratganligida. İnsanlarni o'xshamaydigan qilib yaratgan Allah. Ashta bu boshqa insonlarniki bir o'rtaq aloyligi, hammasi men boshqalardan ko'proq narsani bilaman deb o'ylaydi. Boshqalardan ko'proq narsani bilaman deb o'ylab, nurg'un vaqtlarda normalni tinchlik holatda, ahvolaslik vaqtlarda bilishish mumkin emas. Hammadan o'ziniki sanim usul o'ynaydi degan gap. İki muhim gap hukm bor bu yerda. Birisi birlashish, birisi birleşiş, birisi birlik. Teşkilatlarınki, o'xshama teşkilatlarınki birleşişi anca mümkün emas. Lekin birlik saqlash butunlay mumkin. Shunga chet eldagi teşkilatlar mushiyat kuchash kerak. Qanday qilib birlikni qo'lga keltiramiz degan. Bu jihatda yaqinda cho'ng ilgirlashlar bo'ldi. Albatta men degandek, shu yaqinda Xitoy virusi krizisiga yordam qilish bir faoliyat etdi. Dunyo huquqi bosh bo'lib. Shuningda 60 tashkilotlar shuna a'zo bo'lib kirib birlikda ish olib berib, mening farzimcha $600,000 dan ko'proq pul yig'ildi. Bu pullarni taqib qilib ishlarni qilib bo'ldi. Necha kun oldin yana bir mushat bir doklad chiqibdi. Men uni taqdirsiz ko'rib baxmadim. Bu jihatda cho'ng ilgirlash bor. Birlik jihatda. Lekin tashkilotlarniki birlashishi albatta menga muhim emas. Qanday vaqtda mumkin degan. Tashkilotlarniki birlashishi mumkin emas. İctimai qonuniyat bilan chiqargan chaqda. Qanday vaqtda mumkin desa, sizniki davlatingizga boshqa tajovuz qilib kirsa, tajovuzlarni davlatingizdan qo'g'dash bir ko'rishiga otlangan vaqtingizda tashkilotlar birlasha oladi. Endi mushu nazariya bo'yicha qaragan chaqda aslida Uyg'urlar birlasha olishi kerak. Uyg'urlar garchi biz chet eldagi Uyg'urlar o'zimizdagi davlat emas. Bizning davlatimiz tajovuzchilik uchirdi. Davlatimizdagi xalq hozir intayin ig'ri darajaga qirg'inchilik uchirdi. Bu nuqtada aytgan chaqda biz bir boshqa tajovuz qilgan holatda yashayapmiz. Lekin faoliyat olib borayotgan tashkilotlar vatanda emas, chet elda hozir. Ashta bu boshqa ABki qonuniyat bilan chiqargan chaqda bu qonuniyatniki bir qism shartlarini qanoatlantiramiz biz, bir qismini qanoatlantira olmaymiz. Shundaqdimi, meniki o'zimniki shaxsiy qarash bo'yicha men bu jihatlarda o'zimniki burun qilgan suhbatlarda bu narsalarni ko'p degan. Amerikaga qarab baxsak, Amerikada 4 yilda bir saylan bor. Prezidentni saylaydi. Prezident o'ziniki kabinet ishlaydigan odamlarni o'zi tanlaydi. Hammadan tang saylamaydi. Nimishqa degan chaqda bu insondagi o'xshamaslik mushta bir xarakter bo'lganligi uchun qattiq bir-birisiga chiqisholmaydigan bir er bilan chiqisholmagan bir ayolni to'y qilib qo'ysa, bu uy buzilib ketganga o'xshash tashkilotlarni buzilib ketadi. Boshqa Amerikada prezidentni saylab, qolganlarni saylamay, uni prezident tanlaydi. Nurg'un o'rinlar bor mushtaq qiladigan. Faqat bir odamni saylaydi, qolganini o'zi tanlaydi. Nima qilsa, o'zi kelishli odam tanlaydi. Amerikada xizmatga odam ilishdimi bir ahamiyat beradigan shu.
xizmat ko'rsatishi deb ataydi, intervyu deydi. Xizmatga olmoqchi bo'lganlarni cho'qim akilib, shu ishlamoqchi bo'lgan guruhdagi odamlarning tang yarmidek odamlar bilan ko'shtirdi, paralashib qo'zib. Sababi nima desa, ma odam bizningki guruhniki madaniyatiga moslashmamdi. Bizning guruhga moslandi kelmamdi. Halbuki bir tal ses alma, bir sırat almanı buzudu degan gap bor inglizchada. Agar bir guruhga kelishilmaydigan bir odam kirib qolsa, butun guruhniki ish unimiga ta'sir ko'rsatadigan gap. Bu narsa nima ko'rsatadi desanglar, zo'mizni birlashtirishniki hojati yo'q. Zo'mizni birlashtirish amaliyotda ko'pincha vaqtlarda ziyonli. Ashta bo'lg'achqa menimcha Uyg'urlarningki masalasi kelgan chog'da eng yaxshisi tashkilotlar bundan jiq bo'lib ketmasin. Yetarlik albatta men degandek Amerikada 6 million Yahudiga 146 tashkiloti bor ekan, Uyg'urlarniki 100 mingga yetmaydigan Uyg'urlarniki 60 dan ko'p tashkiloti bor hozir. Yine davomli qurilyotdi. Shunga agar tashkilot qurib erkinlik chiqadigan ish bo'lsa, Uyg'urlar dunyo bo'yicha birinchi bo'lib erkinlik chiqadi. Unda qonuniyat yo'q. Shunga jamoat boshqa narsa, zurriyat tufaylidan jamoatlar ko'paysa bo'laverdi bu. Har bir Uyg'urlar ko'proq to'plashgan yerlarda bir jamoat bo'lsa bo'laverdi. Lekin mayli jamoat bo'lsin, mayli tashkilotlar bo'lsin, bu birlikniki nurg'un taraflari bor. Siyosiy birlik, milliy birlik, ijtimoiy birlik. Ijtimoiy birlik deganda bizniki yurtvozlikmi kiradi shunga masalan. Yurtvozlikmi amaliyotda bir ijtimoiy birlik. Andikin cho'ng istidaragalik birlik, andikin kichikroq taktikalik birlik, andikin tashkilotlar birligi degandek. Tashkilot ichidagi birlik degandek har xil birliklar bor. Bizniki eng qilaydigan narsamiz hozir albatta men degandek 60 dan ko'p tashkilotlar, ya'ni nurg'un Uyg'ur jamoatlar bor. Birlashman deganga gap kuchab ketishning hojati yo'q. Ko'pincha vaqtlarda foydasiz. Lekin mushu albatta men tilg'agan birliklarning ichida bir qismlarida birlik bo'lish kerak. Hozir Uyg'urlar uchun siyosiy birlik eng muhim. Siyosiy birlikning ichida uchur birligi bek muhim. Bu uchur birligi degan nima desanglar, biz xalqaro nima deymiz? Nurg'un vaqtlarda kishilar so'raydi, what do you want? What Uyghur wants? Sizlar nima talab qilsizlar endi? Endi men bu jihatdan burun uzoq so'zlagandim. Mushtat savolni so'rasa, kim so'rayotdi? Diqqat qilish kerak. Ba'zi odamlar sizni qiltaq o'tog'izman deb so'raydi bu savollarni. Shunga kim so'rasa javob beraversa qamashmaydi. Qiltaq o'tog'izmoqchi bo'lsa, sizni tutib oladi. Bunday ahvollar ko'rildi bizniki Uyg'urlarning ichida burun. Shunga davomli kim so'rasa davrishning hojati yo'q. Lekin zarur bo'lgan vaqtida bizda bir o'rtaq uchur bo'lishi kerak. Bütün tashkilotlarning bir o'rtaq uchuri bo'lishi kerak. Masalan, namoyish qilgan vaqtida. Agar shu siyosiy faoliyatchilar izlab boqsanlar bo'ladi. Yahudi tashkilotlariniki shu uchur birlik haqida bularniki intan kuchli mexanizmi bor. Har qatim Yahudi yoki Isroiliya to'g'riliq xalqaroda bir cho'ng voqea bo'lib qolsa, bütün Yahudi tashkilotlarga bir tutash mushu voqeaga nisbatan nima deymiz degan yo'lyo'riq tushadi. Bularda ashundoq birlik bor. Ashundoq bo'lganlik uchun agar dunyoniki 10 yerda 10 Yahudini tepib aşağı bilan suhbat o'tkazsa, medialar bu 10 Yahudi o'xshashga qiladi. Qat'iy bir-birisining gapini inkor qilmaydi. Qat'iy babir tashkilot, yema tashkilotning ustidan shikoyat qilmaydi. Undash mumkin emas. Men degan birlik, mustaq birlik. Bu jihatda ularning qilgan ishlarimiz bak ko'p. Shunga bundan keyin mustaq birlashish, birlik haqida gap bo'lgan chog'da mushtada baraq kuchayadi. Masalan, namoyish bo'lgan chog'da bizning shuarimiz nima? Shuarda birlik bo'lish kerak. Qayerda namoyish bo'lgan bo'lsa qat'iy nazar şu arada birlik bo'lish kerak. Shu mushtarda ko'proq kuch saqlanadi. Endi Uyg'urlarniki birliginiki, birlashishiniki mumkin emasligiga Xitoyning cho'ng qo'li bor. Buni aslida chiqib qo'ysak bo'lmaydi. Xitoylar intan ko'p pul xarjlab mushtat ish olib beryapti.
Yaqında intayin g'alati videolar o'tirib chiqdi. Sizlar videolarni ko'rgan vaqtinglarda bak oldirab tantanaga cho'kib ketmay, hayajonlanib ketmay, uni tarqitib ketmay, videoni kim ishlabdi bir tekshirib qo'ying. Nereden kelgan video? Bazı videoniki hatta so'zlagan odamniki ovozidan tortib o'zgartgan. Esinglarda bo'lsin, Xitoyniki chet eldagi Uyg'urlarni parchalab yo'qotib etish siyosatida hech qanday o'zgarish bo'lgani yo'q. Ular hozir burunqidan ko'proq pul ishlayapti. Shunga shu chiqqan video bu tashviqot nasri bu narsani ko'rgan vaqtinglarda oldirab taqib ketmay uni. Oldirab hayajonlanib ketmay, bu kim qilgan, nereden chiqqan, nima uchun bu narsani chiqardi deb o'ylab olsangiz bo'ladi. Bilibmi, hozirda xalqaro vaziyatda bizim qilgan qaysi ishlarimiz bu vaziyatga moslashadi, qaysi ishlarimiz moslashmaydi, qaysi ishlar bizga ziyonli. Bu jihat ko'p o'ylansak bo'ladi. Pokistondagi Sharq Turkiston islom harakati degan bir tashkilot. Birdan bor deydi, birdan yo'q deydi, o'qimayman. Ishqilib Uyg'urlar qancha ziyon savatdi o'zinglar bilasizlar. Ularniki qilgan hech qanday bir amaliy ishni bilmaymiz. 2 yoki 3 odam turib o'tirib chiqib bayonot e'lon qilib qo'ydi. Yuzlarini to'sib olib, qo'lida avtomatni ko'tarib olib degandek. Bularniki Uyg'urlarga foydasi bo'lmaydi. Haqiqatan Uyg'urlarga ziyonli. Uyg'urlarni dunyoda bir terroristchi millat deb mushtaq Uyg'urlarni bir obrazini saqlashda intan çok deb qo'shyapti. Bu lekinki biz mana yo'llardan mushtaq baytaqat qilishimiz kerak. Endi men bunun yapılıqlar to'g'riliqmasidagi ancha deb kelayotgandim. Begani ikki narsani ta'kidlab qo'yay. Meniki men 2 parcha maqola yozgan yapılıqlar haqida 2014-yili. Şunun birisida bir yapılıqning degan mana bir gapini tilagaman. Dunyoda faqat 2 xil odam bor. Biri aqlli odamlar, yana biri hamoqatlar deydi. Millat o'pu degan qo'y deydi. Faqat 2 xil odam bor. Birisi aqlli odamlar, yana birisi hamoqatlar. Yapılıqlarniki felsefesi bo'yicha aqlona ishlarning har qandig'ini qilish to'g'ri. Aqlona ishlarning har qandig'ini qilish to'g'ri. Hamoqat ishlarning har qandig'ini qilish xato. Buningdan boshqa to'g'ri ish bilan xato ish, yaxshi ish bilan yomon ish mavjud emas. Bu yapılıqlarning ko'z qarashi. Hozir shu chet elda ish qilayotgan Uyg'urlarniki qilgan ishiga qarab turib, aqllarni ish qilayotganlar bilan hamoqatlarni tizib chiqsa, bunda bir jip o'tkazsa, unda bir jip bo'ldi bu. Bunda bir jip. Bu jipdan eng ostida bir to'p odam bor. Davomliq bor bular. Agar Uyg'urlar to'g'riliq bir cho'ng ish chiqib, sizlar hech qanday xabarga diqqat qilmay turib, ash Uyg'urlar cho'qim Bugün bunda iş kılındı da paraz kısanlar, şu mendige adamlarını çok mu şu en aslında tapkılı oldu, hakikaten şunda. Andi bulanın içinde bir kısımları yaxşı niyetli kişiler, Uygurlar için iş kıvatamayan da vatkan kişiler. Lakin yüzününki nimiş kıvatkallığını, bilmevatkalığını, yüzündeki bilmevatkan boğalık için devamlık bu millet için fark iş kıldım deydi. Lakin akışının datmisi millet için ziyalık. Şuna meniki bu yerda magapni qilishimga sabab bundaki men to'g'ri chiqyapmanmi, xatomi, yaxshi chiqyapmanmi, yomonmi demay, men aqllarni chiqyapmanmi yoki hamoqat qilyapmanmi deb o'ylab qo'yaman. Mushtaq o'ylaydigan cho'ng millatning 3 bor dunyoda. Yapılıqlar, Yahudilar, Germanliklar. Ularning taqdiri bilan bizning o'zimizning taqdirini solishtirib baxsak, bizning tutgan yo'limizda masala borligi chiqib turdi. Şuna bundan keyingi yo'lni qanday qilmoqimiz abaytaman degandek, Uyg'urlarniki hech qanday ish bo'lgani yo'q. Yaxshi ish bo'lyapti, intan isli yaxshi ishlar chiqyapti o'tirga. Lekin Uyg'urlarniki taqdirini tibni o'zgartiradigan omillar jihatida hech qanday ishning bo'lgani yo'q. Hozir bundan diqqat qilsanglar, xalqarada bayonot beradiganlar ko'p. Masalan, butun shu Uyg'urlarniki Hong Kong Xitoydagi Hong Kong bexatarlik qonuni chiqib o'tirib chiqqandan keyin Yevropa birlashmasining nurg'un allari bayonot e'lon qildi. Bu xato degandek.
bayonotga Xitoylar usurib qo'ymaydi. Hech qanday qiymati yo'q uniki. Lekin hech qanday amaliy tadbir yo'q. Uyg'urning masalasi mana shu. Uyg'ur masalasida obdan diqqat qilsanglar, ancha-muncha istasib qilishlar bor. Lekin amaliy tadbir qo'llanayotgan ish yo'q hech qanday. Keyin ish plani bo'lmamdi, Xudoingizga omonat. Hozir ehtimol diqqat qildinglar necha kun oldida Germaniya Yevropa birliginiki raislik davlati bo'ldi. Bular navbatlaşdı ekan. Yevropa birlashmasidagi raisi almashib ishlaydi ekan. Bu qatim German bo'ldi. Germanniki Xitoy bilan intan cho'ng munosabati bor. Bu munosabat ojizlashmay bag'ansir chinib ketyapti hozir. Ashta bo'g'ashqa Germaniyadan biz umid kutamiz bizni atayin. Ular davran sanmaydi. Davran sanmay ishki jihatdan yana Xitoyga nayt ko'p yordam qilyapti. Sanat uskunlari bu jihatlardan savdo iqtisod jihatdan munosabatni chingityapti. Hatto shu necha oydan keyin Xi Jinpingni Yevropa birligiga nayt cho'ng mehmon sifatida taklif qilib kutib olish qilyapti bu. Uyg'urlarniki necha million odamning lagerida ekanligini biladi bu. Lekin parvo qilmaydi. Şuna bu işlerde əməli olaşımız gerek. Ahirki hesapta Uygurlarniki təqdirini Uygurlar öz belgiləyir. Ben bunu burunmu deyip kevatım ben. Anda qaçanlıqqa bizim vətəndəki zulüm yuqab, vətəndəki xalqımız erkinlik çıkıp, hazırkidək çoğun qırğınçılığını toxtuq alayımız, bunu bir nəsə deyəməyimiz. Bu cihətdə təx yaxşılış yox. Xitay özündəki iş qanday planını özgərtkəni yox. Bunun qanday icra qilayotgan bo'lsa, hozir mana shunday ijro qilyapti. Yaqinda chiqqan cho'ng xabarlarmi bir jarayonga unda cho'ng ta'sir ko'rsatmaydi. Shunga bu narsa esimizda bo'lsin. Shu barliq tashkilotchilarga bir gapni deb qo'yay. Strategiya degan gapni chiqadan deydi buni. Nurgullah hata işletildi bu gapni. Oqumning o'zini. Strategiya degan sizga nimaning muhimligini deb berdi. Men strategiya tuzdim degan gap navbatdagi Uyg'urlar uchun nima eng muhim? Mushlarni bekitib chiqdim degan gap. Taktika bo'lsa, shu muhim ishlarni qanday vujud chiqaraman degan narsa. Taktika bo'ladi. Bu ikkisi bek muhim. Şuna ama teşkilatçılık hala şunu atkan kardeşler, müşahit köprak iznillah. Bulup mu muhabbetin degендek, şu Yahudi'nin köprak tatbik kılanlar. Yahudi, Yaponiya, Germaniya, müşahit. Teşkilatlarının ki muhabbetin ben degендek, okşumagan grup bulup saklanıp duruverişi bu bir tabii kanuniyet. Onu özgürlükle olmaydı bütünley. Lakin bizning qilgan ishimiz bir-birimizni ojizlashtirish emas, kuchaytirish bo'lsin. Bu bek prinsip, muhim prinsip. Siz har qanday bir narsani o'tirga chiqqan vaqtingizda mush to'g'ri bir o'ynab beqing. Mening qilgan ishim qolgan Uyg'urlar tashkilotini kuchaytamdi, ularning ishlarini ilgari suramdi yoki ularni ojizlatamdi, oqsitamdi. Matar o'yinni. Bu hamda muhim. Anda ahirda deyinə deb qo'ydigan bir qancha gaplarim bor. Men bu o'tganda bir ingliz tili kursi haqida bir uqtirish chiqarib qo'ygandim men Facebook'qa. Bu hozirmi bor. Bunga kelgan inkas intayin yaxshi nurg'un o'quvchilar sinfda tilmaqalarning ichida 50 yoshdan oshgan o'g'illarmi bor ekan. Bak xush bo'ldi ular. Ularga shu ingliz dars o'tib turadigan yoki boshqa jihatdan fidoyi bo'lib turadigan odamlar lozimki. Eğer işte bir yerden kolay dediğanlar olsa, aş İngiliz dili kursunu qilayotgan ukalarla aloqalashsanlar, men aloqalashsanlar men tunishtirib qo'yaman. Lekin yana birisi yaqinqi yillardan buyon men bilan necha odamlar shu askarchilik haqida bu savollarni so'rab qolgan. Yaqinda yana biridan so'rabdi. Men leksiya so'zlagan vaqtlarimda
degan bir gap bor. Buni bir deb qo'yay. Mana bu g'arb ellərdə o'zingiz xohlagan bo'yicha askar bo'la olasiz. Shunga meniki burun qilgan bir tashabbusim hozir yangidan to'y qilayotgan, hozir bolayotgan Uyg'ur yoshlar chet eldagi imkon bor bolani ko'proq ilib, masalan 4 bola ilib bo'lsa, balanglardan birisini askarlikka bir qo'yinglar. Ham nurg'ullar 4 yildagi askar bo'lib, keyin almashib chiqib endi normal ishlayverdi. Amerikada shundoq. Meniki bilishimcha hozir chet elda 10 dak Uyg'ur yoshlari askar bo'lib bo'ldi. Askarlik ishlayotganlarmi bor. Eng yuqorisi uçquşlardan tatib bor hozir masalan. Agar haligi ahmaydigan gaplarni tul demay, maaşni qilsanglar bo'ladi. Bu har bir davlatlarning qonuniga uyg'un. Mana shu Amerika qatorliq Yevropadagi davlatlarda 1000 Uyg'ur oilasi birdan bolasini askarlikka bersa, Uyg'ur qo'shin 1000 kishilik Uyg'ur qo'shini bor bo'ldi degan gap. Bu nayt emniyatga uyg'un qildigan ish. Ikki omil muhim birisi balni ko'proq ilish, yana birisi baldan birisi askarlikka berish. Meniki o'g'lim o'qisdan to'g'ridan bitigan chog'da Amerikaniki dunyoga dog'liq harbiy maktab Shimoliy nuqta West Point Shidian Junshoga kirgan. O'sha bizkin o'zi oxirida bo'lmaydigan bo'lib keyin kasbini o'zgartirdi. Men u chog'da Uyg'urlarniki ma bugungidek kunga qolganligini faqat faraz qilmagan. Agar hozirda kun bo'lgan bo'lib qolgan bo'lsa, men bolamga deb o'shaga borsa, agar ashmetabga bormasam, mening o'g'lim emas deydim. Bundan keyin Uyg'urlarcha nima odamlar chiqish kerak. Mushayatdan tirsak bo'ladi. Ondan keyin yana bir meniki burundan tatib Uyg'urlarga degan bir gapim bor. G'arb ellərdə adamın isminiki o'tir ismi bor. Baş ismi, o'tir ismi, oyoq ismi deb ismi 3 parçası bor. Yangidan tug'ilgan bolalarning o'tirchi ismini Uyg'ur qo'yib qo'yinglar. Bu bir tamg'a mangu millatniki yiltizi o'chmaslikka bek foydasi bor buniki. Shunga mushni o'lish basanglar bo'ladi. Ondan keyin abak ishlardan boshqa bundan keyin bolalarniki yangidan tug'ilgan bolalarni milliy kimlikni cho'ng qilish bek muhim. Bu tarixdagi misli ko'rib baxmagan darajada muhim o'rin o'tdi hozir. Shunga bundan keyin chet eldagi Uyg'urlar mush ishga munoyati ko'p ko'ngil bo'lsak. Bugungi videoim chiqib uzrab ketdi. Xapamanglar. Men boshqa temalarni ancha qo'shmaydi deb o'yladim. Yana ba'zi gaplarni degim keldi desam, işte uzrab ketdi ekan. Qolgan gaplarni keyin qatin deyishamiz. Maqlamsa, bugun shahada oxirlashtiraylik. Sizlar qatin ko'rishib aman bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.